Tezda ko'ring, O'zbekistonda dam olish kuni yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda dam olish kunlari yog'ingarchilik bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 27-dekabr shanba kuni faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida ayrim joylarda yog'ingarchilik yomg'ir qori bo'lishi mumkin. Yakshanba kuni Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir qor bo'ladi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Dam olish kunlari havo harorati shanba kuni 7-12 daraja iliqqacha, yakshanba kuni 10-13 daraja iliqqacha ko'tariladi. Harorat kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq atrofida bo'ladi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Respublikaning ayrim joylarida tuman tushishi mumkin. Toshkentda harorat 4-6 daraja iliq bo'ladi. Shanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-2 daraja iliq, kunduzi 7-9 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-4 daraja iliq, kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.